Baqlajonni qarsilab chiqishi uchun o'zini maxsus unni ishlatmasa yumshab qoladi deganlar uchun o'sha restoranlarda mashhur bo'lgan xrustyashi baqlajonli salatni uy sharoitida osongina hamma sirlari bilan o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib tozalangan baqlajonlarimizni katta bo'laklarga bo'lib olib, tuzli suvga o'tib qo'yamiz. Ungacha esa klarini tayyorlab olamiz. 3 qoshiq un, 3 qoshiq kraxmal, tuz, murch, 1 dona tuxum va suvni quyib aralashtirib olamiz. Baqlajonlarni suvini to'kib tashlab, salfetka yordamida quruq qilib olamiz va tayyor bo'lgan klarimizga 1 donadan botirib olamiz va non talqoniga belab, o'rtacha qizgan yog'da ikki tarafini chiroyli qilib qizartirib qovurib olamiz. Gazga ahamiyatli bo'ling, o'rtacha olov bo'lishi kerak. Pasayib ketib qolsa yog'ni o'ziga shimib oladi. Agar baland olov bo'lsa, usti qizarib, ichi pishmay qolishi mumkin. Endi esa qovurib olgan baqlajonlarimizni o'zini mazali souslariga belab olamiz va ko'katlarni ham o'sha sous bilan aralashtirib, tarelkaga solamiz va ustini chiroyli qilib cherry pomidor va tvorojniy sirlar bilan bezatib olamiz. Ko'rinishi shohona, lekin kam xarj, juda ham mazali salatimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha.